Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillah Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sanalar olsun. Bugün yurtumuzda mana shunday go'zal tadbirlar, ilm ma'rifatga targ'ib qiluvchi, unga sharoitni kengaytirishga yordam beradigan, bir so'z bilan aytganda ma'rifiy tadbirlar ko'payib, davom etib, mana shunday ommalashib bormoqda. Xususan nafaqat masalan Toshkentda o'zida, butun barcha viloyatlarimizda kitobxonlikka targ'ibot. Hatto hokimiyatlar tomonidan kitobxonlik uchun alohida sharoitlar, joylar yaratib, yana shaxsiy kutubxonalarni rivojlantirish, shaxsiy ma'rifatparvar kishilarni shaxsiy faoliyatlariga demak sharoitlar yaratilishi ham kuzatib borilmoqda. Andijonda bir opaxonimiz bor, men oldin ham gapirgan edim. Hozir kutubxona qilyapti. Juda nihoyatda go'zal tartibda. Shunaqa kutubxonalari hozir 9 ta bo'libdi. Bitta ayol kishini qilayotgan ishi 9 ta kutubxona. Endi kitoblar nihoyatda go'zal tergan. Erkaklar unaqa tera olmaydi. Ayollar tergani uchun juda tartibli. Va mana shunga o'xshash tashabbuslar ham bor. Bugungi tadbir ham ayniqsa mana bolajonlar keladigan manzilda mana bu bog'da bo'layotgani, nima bog' dedinglar buni? G'ofurg'ulon bog'i. Yo'q, G'ofurg'ulon bog'ining nomi o'zgaribdi-ku hozir. Arzu bog'i. Dering. Xo'p. Dering park deb nomlashibdi. Men shu nomga e'tiroz bildiraman ochiqchasiga. Arzu bog'i deyish mumkin. Masalan, hayolatlar bog'i deyish mumkin, afsonalar bog'i deyish mumkin. Mumkin. Afsonalar desa ham, ya'ni bog'ga nisbatan yaxshi nom bo'ladi. Ana shunday o'zbekcha nom qo'yishlarini hali ham bo'lsa o'zgartirishlarini men o'zbek fuqarosi sifatida talab qilib qolaman, iltimos qilib qolaman. Har qalay mana shu bog'da Toshkentda mana bugun tadbir bo'layotgani, ayniqsa bu yerda bolajonlarga atalgan qo'llanmalar, kitoblar borligi, bolajonlar bu yerda ishtirok etishi bu meni juda quvonatdi. Nimaga desangiz, men Misrda kitob ko'rgazmasiga borganda har doim havas qilib kelardim. O'sha xalqaro ko'rgazmada masalan 5 ta 6 ta katta zal deymiz, endi nima desak bo'ladi, pavilon deyiladi. O'zbekchasini bilmadim lekin. Mana shunaqa maydonlar bo'lsa, masalan, yopiq maydonlar. Shu 6 tadan bittasi yoki bittani yarmi to'liq bolalar uchun bo'ladi. Va boshqa joyda ham bolalar adabiyoti bor, lekin bu yerda xosatan shu 3 yoshdan boshlab, 4 yoshdan boshlab ketdi 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalarga nihoyatda juda qiziqarli, nihoyatda foydali qo'llanmalar va o'yinchoqlar hamma yo'q bor. U yerda bolalar uchun tadbirlar ham qilishardi. Mana shu bolalar o'qigan, bilganlarini bir alohida kichkina joyda sahna ham o'rnatib qo'yishgan. Shu yerda hali chiqib biri she'r aytadi, biri chiqib va'z aytadi. Juda o'zini haligi ko'rsatishga sharoit yaratilgan, hamma nihoyatda quvnoq. Keyin havas qilardik, har doim ayollar yonida 2 ta bolasi, 3 ta bolasi bilan shu kitob do'konlarini aylanadi. Ya'ni bolalarni faqatgina yeb ichadigan, faqat o'yin kulgiga aldanadigan emas, kitobga ham rag'bat qiladigan ruhiyatda tarbiya qilish bu avvalo onalarning vazifasi o'zi, albatta otalarning boshchiligida va namunasi bilan, xususan ayollarimizni mana shunday harakatlari bo'lishini men ko'p havas qilardim o'sha Misrdagi ko'rgazmalarni ko'rganda. Bugun shu bolasini yetaragan ayollarni ko'rib o'sha holat esimga tushdi. Ya'ni alhamdulillah bizda ham juda xalqaro miqyosdagi kitob ko'rgazmasi bo'lmasa-da, o'zimizni mana shu yurtimizga yarasha, o'zimizning aholimizga yarasha mana shunday bolajonlar ishtirok etadigan va bolalar ko'proq keladigan joyda shunday kitob, ilm, ma'rifat nimasi bo'layotgani, tadbiri bo'layotgani bu juda quvonarli hol. Ochig'ini aytganda biz bir taqriban bir 70-50 yil kitobdan qo'rqitilganmiz. Kitobdan bezitilganmiz. Har xil kitobni o'qimanglar, undan bundan degan gaplar, mafkuraviy hujumlar juda ko'p yil bizni charchatgan. To'g'ri, kitob o'qishda ustozdan maslahat olish kerak va hokazo.
Lekin kitobdan qo'rqitilmasligi kerak. Vaqt soati bilan har qanaqa kitobni o'qish mumkin. Faqat poydevor bilan o'qish kerak. Mana shunday yondashuv bilan kitobdan, ya'ni noto'g'ri kitob o'qib qo'ymanglar degan gap odamlarni kitobdan bezilatib uni uzoqlashtirib qo'yadi. Yo'q, kitobni hamma kitobda o'qing. Faqat vaqtida o'qing. Qaysi yoshda, qaysi bilim darajasida qaysi kitobni o'qishni belgilab olish kerak bo'ldi. Agar mana shunday tartib bilan o'qilsa, hech bir kitob hech kimni adashtira olmaydi. O'zining mustaqil fikriga va asosli bilimiga ega bo'lgan odam dunyoni xohlagan joyga, xohlagan muhitga tashigan adashmaydi. Albatta Allohning hidoyati bilan. Ana shu ma'noda kitobga bo'lgan anti reklama deymizmi? Kitobga qarshi tashviqotlar xalqimiz ongida hali ham bir uchqunlari borligidan doim ozurda bo'lib yurardik. Alhamdulillah mana bugungi kunga kelib mana shu kitobga bo'lgan rag'bat, erkinlik mana ommalashib, mana bu joylarda bolalar keladigan joylarda, ommaviy jamoat qatnashadigan joylarda kitob ko'rgazmalari bo'lyapti. Inshaalloh bu juda katta xayr, barakot va o'tmishimizga munosib bir holat deb albatta umidvor bo'lamiz. Endi kitob borasida har qancha gapirsa kam, bu yerda o'zi kitobga oshno bo'lganlar, kitobga muhabbat qilganlar jamlanganlar. Kitobga muhabbat bo'lmasa bu yerga kelinmasdi. Menga bir gap ta'sir qildi. Yaponiyada yurganda, Yaponiyada Yaponiyada ekan. Germaniyada ham, Yaponiyada ham o'yinchoqlar ham aqlli bo'lib ketgan. Ya'ni o'yinchoq bolalar o'ynaydigan, shu 5 yoshdan 10 yoshgacha, 12 yoshgacha bo'ladigan bolalarga mo'ljallangan har xil o'yinchoqlar, lekin aqlni ishlatadigan, bilim beradigan. Hatto Germaniyada bir o'yinchoq bor ekan, bolalarga biznes ko'nikmasini hosil qilar ekan. Tijorat ko'nikmasini. Masalan aytaylik, bola darrov bir narsani sotib olib 10 so'mga sotib qo'yishi mumkin, nimadir mehnat bilan 15 so'mga sotishi mumkin. Shu o'yin shuni o'rgatadi. Bir marta, ikki marta haligi ozgina yutuq bilan o'yin tugatgandan keyin unda tanlov paydo bo'ladi, tanlovga ixtiyor paydo bo'ladi. Keyin ozgina harakat bilan ko'p yutuq to'plash malakasini o'zlashtirib borib, ya'ni bolada bolaligidan tejamkorligini o'rgatish bolaga. Bolaligidan tijoratda ko'proq foydali tomonga intilish kabi ko'nikmalarni o'yinchoqlar orqali targ'ib qilish. Aytmoqchi bo'lganim bu emas. Yaponiyada men mana shunaqa, Germaniyada yaxshi o'yinchoqlar bor edi. Shunaqa o'yinchoqlar bormikin bu yerda ham deb qidirib, atay o'sha o'yinchoqxonasiga kirdim. O'zimiz bolalarga o'yinchoq olaman deb. Keyin o'yinchoq bormi shu 7-8 yoshar bolalarga dedim. Desam, u sotuvchi ajoyib gap aytdi. 7 yoshar bola ham o'ynaydimi dedi. 7 yoshar bola kitob o'qisin, kitob olib ber uni o'rniga dedi. Qarang, bu ham bir yaxshi yondashuv. Ya'ni 6-7 yoshar bo'ldimi, uni o'yinchog'i kitob bo'lsin ekan. Mayli ozmoz boshqa vaqt ba'zi bir o'yinlarni o'ynar, lekin yondashuvni ko'ring, 7 yoshga kirdimi, u o'yinchog'ini nima qiladi u? U kitob o'qisin endi. Mana shunday bolalarimizga kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni kitobga oshno qilish nihoyatda bu kelajak uchun juda katta foyda bor. Bu kitob noshirlariga ham alohida tashakkur aytamiz. Bular to'g'ri shu kitob tijorati orqali o'zlarining maishiy ehtiyojlarini ham qondirib boradilar. Lekin garchi bunda moddiy manfaat ularga yetib tursa ham, ammo mana shu mehnat bilan bundan katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan kasblarni tashab, yo'inki bundan yengil mehnatlarni tashab, ushbu sohaga kirishni o'zi bu kitobga bo'lgan muhabbatdan. Baribir masalan ham savob ham kavob deydi-yu, ham siz savobingizga sabab bo'ladigan, savob kasb qilishingizga, ham dunyodagi moddiy bir ta'minotingizga sabab bo'ladigan kasbni tanlashingiz albatta sizni qaysidir darajada shu ilm, ma'rifatga bo'lgan rag'batingizdan kelib chiqadi. Ana shu jihatdan bular asli ma'rifatga qiziqqan kishilar hammalari va bu qilayotgan xizmatlarini ham Alloh mukofotini ziyoda qilsin deb so'rab qolamiz. Endi farzandlarga kitob o'qitish masalasida men ba'zi bir narsalarni eslagim keladi. Sharafuddin Tilmisoniy rahmatulloh alayh buyuk mashoyixlardan bo'lganlar.
7 yosh payti ekan. Ustozni huzuriga qatnar ekanlar. Abu Zayd degan bir mufassir ustozlari bo'lgan ekan. O'sha ustozni huzurida bir kuni savol beribdi. U ustoz Qur'oni Karimdagi jannatni vasfiga oid oyatlarni tafsir qilayotgan ekan. Jannatda undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb juda ta'riflarni keltirib hadislar bilan sharhlab tursalar, Tilmisoniy so'rabdiki, ustoz bir savol bor debdi. Ha desa, bu jannatda ilm talabi ham bo'ladimi debdi. Desa ustoz shoshib qoldi. Endi hech oldin o'zi ham o'ylamagan, birovdan eshitilmagan savol. Yosh boladan chiqyapti. Hech bu haqda oyat hadis ham yo'q. Masalan, ilm talab bo'ladi, bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Ha endi bolam Alloh Qur'onda lahum ma yasha'una fiha va ladayna mazid degan. Ya'ni jannat ahliga nima xohlasa hammasi bor. Qo'shimchasi bilan bor degan. Ilm talabi desang, u ham bo'ladi-da deb javob beribdi zukkolik bilan. Shunda Tilmisoniy go'dak ajoyib javob aytganlar. Hayriyat, agar jannatda ilm talabi bo'lmasa, unda jannatda rohat yo'q ekan derdim degan. Chunki ilm talabidan, ya'ni ilm tahsil qilishdan, kitob o'qishdan uni ta'mini tatib, undan maza qilgan odam boshqa moddiy rohatlar, o'yin kulgularni mensimay qo'yadi. Bu shunga o'xshaydiki, masalan, mana hozir yosh bolalarni olib chiqasiz siz. Bolalar o'ynab yuribdi, siz telefon ko'rib o'tiribsizmi, o'ynamayapsiz. Nimaga? Sizni rohatingiz, sizni qiziqishingiz, sizni bahralanishingiz boshqa narsada. Siz bolalikda o'ynagansiz bu o'yinlarni, endi sizga qiziq emas bu. Siz o'yinlarni o'ynay olmaysiz ham, xohlamaysiz ham. Nimaga desa, siz undan ko'ra rohatli narsani topib olgansiz, shuning uchun. Marojna yeb o'tirishingiz mumkin, osh yeyishingiz mumkin, somsa yeyishingiz mumkin, lekin bolalar o'ynayotgan o'yinchoqda o'ynamaysiz. Nimaga? Siz undan yaxshi rohatbaxsh narsani topib olgansiz. Ma'naviy rohat ham o'ta shunaqa narsa. Kishi kitobdan, ma'naviyatdan agar ruhi ozuqalanishini tajribada ko'rib, o'shani agar ta'mini bilib qolsa, odamlar haligi boshiga ko'tarib million pul sarflab qilayotgan o'yin kulgularini pisand qilmay qoladi. Undan ko'ngli suv ichmay qoladi. Chunki u undan yaxshi narsani topib olgan. U undan ko'ra rohatbaxsh, buyukroq demak narsani topib olgan bo'ladi. Farzandlarga ham kitobxonlikni mana shunday targ'ib qilsak, oldingi buyuk ajdodlarimiz singari inshaalloh yana ulug' allomalar chiqadi. Qarang, Hazrat Alisher Navoiy rahmatullohi alayh 5-6 yosharimda deydi, men mantiq tayyorni ko'p o'qidim. Ko'p o'qiganimdan deydi, dadam bu bolani sal nimasiga ta'sir qilib qoladi, asablariga. Bu og'ir kitob edi deb bekitib qo'ydi. Lekin dadam kech qolgan edi, yodlab bo'luvdim deydi. 5-6-7 yoshar bola u haligi bunday falsafiy kitobni o'qib nima bahra olgan? Tasavvur qilishingiz qiyin. Uni katta odam o'qib tushunish qiyin o'zi. Lekin bizning ajdodlarimiz mana shunday yoshligidan buyuk bo'lib katta bo'lishgan. Shuning uchun oldingi buyuklarni hayotiga nazar solsangiz, ular masalan Bobur 12 yoshda podshoh bo'lgan. 17-18 yoshda gapirgan gaplarini ko'rsangiz, aql bovar qilish qiyin. Imom Buxoriy Tarixul Kabirda 16 yoshida yozishni boshlagan. Hozir biz 16 yoshar bolalarning ahvolini ko'ring. Yaxshilari ham bor, lekin juda ko'pchiliklari hali bir kitob yozish tugul, u kitobning nomini o'qishga o'ylanib turibdi. Endi bugun mana shu o'zligimizga qaytishga alhamdulillah fursat bo'lib turibdi. Buni kechiktirmasdan mana shu onaxonlar ayniqsa bolalarni kitobga qiziqtirib, kitobni o'yinchoq qilib, majburlab emas, zo'rakilik hech ham bo'lmaydi. O'zi qiziqib, o'zi o'qiydigan bir muhitni yaratsak inshaalloh kelajakda yana ulug' allomalar yurtimizdan chiqsa ajab emas. Bugungi kitobxonlarimizni hammalariga manfaatli ilm va duo qilishlarini so'rab qolaman.